أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Biz oldingi darsimizda birinchi bobninki 3-faslisi, ya'ni xabarul ahad al-mushtarika yoki al-akhbar al-mushtarika baynal qubul val mardud degan bobning baynal maqbul val mardud degan bobninki birinchi mabhasni, ya'ni hadislarni shu hadis isnod qilingan hadisning sohibininki e'tibori bilan 4 taqsimotga bo'lib, hadis qudsi, hadis marfu, hadis mavquf, maqtu deb 4ga bo'lingan. Endi shuning ikkinchi mabhas maqbuldan mardudning o'tiridagi o'rtaq boshqa turlar anva uxra mushtarakatun baynal maqbul val mardud. Buning ham 4 qism bor. Biz darsni boshlashdan ilgari kundagi odatimizga o'xshash darsni boshdan tortib bir qitim qisqacha xulosalab kelamiz. Amaliyotda bugungi bizning oxirgi darsimiz mushuni bilan kitobdan o'qimoqchi bo'lgan qismimiz tugaydi. Bugungi darsda burungi darslarga o'xshashla ilgirki mazmunlarni bir qitim takrorlab o'tamiz. Hadislarni biz cho'ng jihatdan xabarul ahad, xabar mutawatir deb ikkiga bo'ldik. Mutawatir deganimiz ko'p sonli kishilar rivoyat qilgan. Bularning odatda yolg'onga birlashib hadisni to'qigan bo'lish ehtimoli yo'q. Ya'ni 0% manda hadisni xabar mutawatir deymiz. Xabar mutawatir ikki turlik bo'lib, birisi mutawatir lafzi, birisi mutawatir ma'naviy deb ikki turga bo'linadi. Xabar ahadlar rivoyat yo'llariningki son e'tibori bilan hadis mashhur, aziz, g'arib deb 3ga bo'linadi. Ya'ni yo'llarining soni 3 dan ortiq bo'lib qolsa, sanad tabaqatining har tabaqasida buni biz mashhur deymiz. Qaysi bir tabaqatda olsun eng ozdan 2 bo'lib qolsa, bu hadisni hadis aziz deymiz. Gerçi boshqa tabaqatlarda 2 dan ortiq son olsa-mu, tabaqatlardagi eng oz son 1 bo'lib qolsa, boshqa tabaqatlarda qancha ko'p bo'lib ketsin, hadis g'arib deymiz. Bundan o'tgandan keyin biz hadislarning sahih zaif bilan munosabati yo'q, qubul rad bilan munosabati yo'q. Faqat hadislarning ma'lum e'tiborlar bilan qilgan taqsimotining ikkini so'zlagan to'q. Birisi hadisningki qoil e'tibori bilan hadis qudsi, hadis marfu, mavquf, maqtu deb 4ga bo'lgan. Bu oldingi soatlik darsimizda so'zlangan mazmunlar. Yana birisi hadisningki musnad, muttasil, ziyadatus siqat, al-i'tibar val mutabi va shahid deydigan 3 turlik bir xil taqsimotlar bor. Garchi bular birisi bilan juplashgan vayatga o'xshash taqsimot bo'lmasa-mu, hadislardagi bir xil turlar endi. Bularning bu xil nomlarning qo'yilishi hadisning sahih zaiflik emas, bu bugungi darsimiz. Undan keyin hadislarning ojizlik, kuchligligiga qarab hadis maqbul, mardud deb 2ga bo'linadi. Maqbul hadislar sahih, hasan deb 2ga bo'linadi. Har birisining o'zgarishlik shartlari bor. Ve her birisi öz içinden lizatihi li gayrihi deb 2ga bo'linadi. No'g'anda sahih lizatihi, sahih li gayrihi, hasan lizatihi, hasan li gayrihi deb 4 turlik hadis maydoniga keldi. Undan keyin hadisning amal qilinish qilinmas nuqsini ma'mulun bih, gayri ma'mulun bih deb 2ga bo'linadi. Bu ikki turning ichidan 4 turlik ulumul hadisning fanlaridan 4 turlik fan maydoniga chiqadi. Muhkamul hadis, muxtaliful hadis, al-hadisun nasikh, al-hadis al-mansukh deb 4 turlik hadis chiqadi. Ondan keyin hadis mardud hadisga kelsak, hadisning rad qilinish sababini biz cho'ng 2 turga ayiramiz. Birisi saqtu minal isnad sababli hadis rad qilinadi, ya'ni isnaddagi bir uzuklik sababli. Yana birisi raviyadagi bir ayib nuqson tufaylidan hadis rad qilinadi. Saqtu minal isnad sababli rad qilingan hadisdagi saqti, ya'ni ravining tushib ketgan uzuklik holatda 2 xil bo'ldi. Birisi zohir, birisi xafi. Zohirdan 4 turlik muallaq, mu'azzal, mursal, munqati deb 4 turlik hadis chiqadi. Xafidan mudallas, mursal xafi, mu'annan deb 4 turlik hadis chiqadi. Undan keyin raviyadagi ta'ni 2 xil bo'ladi. Birisi ravining adolatidagi ta'ni, yana birisi dabtidagi ta'ni. Adolatidagi ta'ni tundagi 5 sebep tufaylidan bo'lib qoladi. Birisi al-kadhib, ikkinchisi at-tuhma bil kadhib, uchinchisi al-fisq, to'rtinchisi bid'a, beshinchisi jahala. Ondan keyin ravining zabtidagi kamchilik, ayib nuqson tufaylidan 5 sebep tufaylidan kelib chiqadi. Birisi su'ul habs,
el-gafle, kesretul evham, kesretul evham. Ondan keyin muhalafetun lis-siqat, muhalafetun lis-siqat. Qatorliq 5 turlik. 5 turlik. Sebep tufaylidan zaptdagi adolat chiqadi. Buning ichidagi muhalafatul lis-siqatdan, muhalafatul lis-siqatdan 5 turlik hadis chiqadi. Bularning hammani biz ilgirgi darslarda so'zlab o'tdik. Endi bugungi darsimiz mushu kitobimizning birinchi babining eng oxirgi darsi, ya'ni biz o'qimoqchi bo'lgan ilmul hadisdagi mustalahning eng oxirgi darsi, ya'ni maqbul, mardudlik bilan munosabat yo'q. Maqbul hadislarni topiladigan, mardud hadislarni topiladigan bir necha turli hadisning turlari va bu faqat bir atalg'u masalalari ko'rib olsak, anglab olsak bo'ladi. Va fihi arba'atu matalib. Bu bobda 4 dona kichik mazmun bor. Asosiy maqsadlik mazmunning ular olsun birinchisi al-musnad. Musnad degan atalg'u qanday atalg'u? Qanday hadislar qaratildi? Ikkinchisi muttasil. Uchinchisi ziyodatus siqat. To'rtinchisi al-i'tibor val mutabi va shahid. Mushlarni tugatgandan keyin bizning birinchi bobi kitobimizning tugaydi. Musnadning ta'rifatiga kelsak, musnad degan asnadan chiqqan ism maf'ul bo'lib, adofa nisbat ba'di faloniga döngidi, faloniga otdi, faloniga bog'lid degan ma'noda. İstilah cəhətdə Resulullah'a mərfu asaslı isnadı muttasil olğan. Buna tutqalaqda musnad hadis degan gap Resulullah'a tutaqqa hadis degan ifadə edir bəs. Məsələn, misali İmam Buxari özünün Sahihul Buxari'də çıxarğan bir hadis var. Haddasana Abdullah ibn Yusuf an Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurayrata qal inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal iza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Mesela hadisning isnadı qarasak, avlidan oxirigacha muttasil bu bir sifat, yana birisi bu hadis Rasulullahga marfu. Bunda hadisni musnad hadis deymiz. Endi ikkinchisi nis qildinglar? Bu bir atalg'u. O'qib olsanglar bo'ladigan masala. Çünkü biz hozir o'qiyotgan babning ismi mustalah, ya'ni hadis sohasidagi atalg'u va atalg'ularning nimasi, tushunchasi, ahvoli. Ikkinchisi muttasil. Muttasilligini ittasalardan chiqqan ism fa'il bo'lib, inqata'ning ziddi Matru'nun mevsulda matayımız hadis mevsul mursalning qarshisiga hadis. Ya'ni buning isnodi muttasil bo'lgan. Mayli o hadis Rasululloh ulashgan marfu olsun, mavquf bo'lsin. Kim bu kesin ish qilib isnod to'xtagan yog'icha muttasilab uzilib ketmaganlar bo'lsa, maqtu olsun o. Yoki marfu olsun, mavquf bo'lsin, yoki marfu olsun, qanday olsun isnod to'xtagan yog'icha uzilib ketmasini kelgan hadisni deymiz, muttasil deymiz. Muttasil deganlik yana bu hadisninki marfu'ligini yoki sahihligini yoki zaif boshqa ifodani ifodalamaydi. Masalan, buning misoli marfu' muttasilning shunga har xil holatda muttasil. Masalan, bir xabar bir jamoat yetkizguchidan mang'ichi kelgan xabar. Men Pukunun aldım, Pukun anlatgan, Pukunu shu ustozini anglatgan degan bo'lsa, mang'ichi bo'lgan aytgan xabarning aloqada odam uzilib qolgan odam bo'lmay qolsa, mushu xabarni odatda muttasil deydi. Muttasil degani xabar boshlangan nuqtadan to'xtagan nuqtagacha o'rliqida uzilib qolish bo'lmasa muttasil bo'ladi. Shunga xabarlar boshqa xil sifatlar bilan birlashib muttasil yoki munqati. Masalan, marfu hadisnoma marfu muttasil, mavquf nima mavquf muttasil, maqtu nima maqtu muttasil bo'lgan. Endi marfu muttasilning misali Malik ibn Shahab'dan o Salim ibn Abdullah'dan o dadisidan o Resulullah'dan deb mana dedi deb mushahidis baş rivoyat qiluvchidan ta Resulullahga bo'lgan aloqacha uzilib ketmagan bo'lsa, ammo Rasululloh bir shart emas. Ish qilib hadis kimni to'xtadi? Bir asar bir xabar kimni to'xtadi? Shu yoqqa uzilib ketmagan bo'lsa muttasil bo'ladi. Ikkinchisi mavqufning misali Malik Nafi'atun ibn Umardan annahu qal kadamanda. Sahabadan to'xtagan. Endi men bayatni bir og'iz gap dedim. Maqtu muttasil bo'ldi debchi. Bu haqda ancha-muncha gap bor. Shunga turib o'tadi. Tabiinning so'zi, maqtu demakchi. Muttasilab ataladi. Masalan, tabiin g'icha shu so'z uzilib qolmay kelgan bo'lsa muttasil bo'lamdi desa, Iroqiy deyotadi. Ammo tabiinlarning so'zi ularning islandishlari muttasil bo'lgan vaqtida, ya'ni ulashib uzilib qolmagan vaqtida buni mutlaq muttasil deb olmaydi. Mutlaq deb bundan muttasil deb atalolmaydi, lekin qaytulan joiz va ularning Ulamalarning so'zida normal ishlatiladi. Masalan, muttasil ala fulan degan mana shu. Masalan, hada muttasil ila Sayyid Nabi Musa deb bunday ishlatsa bo'ladi. Lekin muttasil desa, mutlaq holatda ishlatsa, marfu'lan mavquf qilmaydi. Yoki Zuhriga Malik degandekchi. Deyildi buningdagi sabab, nukta fi zalik buningdagi sabab chunki bunda hadislar maqoti deb ataladi. Maqtu emas ma'nosi ismi, tabiin ustashgan asarlarning ismi maqtu.
maqtu muttasil desa, bu ikkisi bir-biriga xuddi ziddi gapchi bu. Maqtu degan gap uzuk degan gap lug'at jihatdan muttasil. Gerçi hukm jihatida emas. Maqtu bu yerda qandaqdir uzuklikni ifodalamasdan tabiillaga nisbat berilgan asarlarning ismi bu xolos. Ammo lug'at jihatda uzuk degan bo'lg'achqa, buning keyiniga muttasil degan gapni qo'yish xuddi aqra, qara, igizpaka degandek gapchi bu. Lug'at jihatda anglovchi o'rnida manda tuyg'ib qolgan bo'lg'achqa, shunga maqtu muttasilda manda ishlatishni to'g'ri deb qaramagan. Ammo muttasil ila fulan deb manda ishlatsa bo'ladi. Ana tushunchangda shu maqtuni muttasil desak bo'ladi deb meni kallangni tegishni o'ylasanglar bo'ladi. Endi mutlaqni buningga muttasilni mutlaq ishlatish xuddi bir narsani lug'at jihati ishga zid narsani sifatlagandek bir xil holat shakllanib qolgan bo'lgan bo'layotgan ahvol. Amaliyotda, mohiyatda, istiloh nuqtasida uningda masala yo'q demakchi. Xo'sh. Endi bugungi darsimizningki 3-mazmuni ziyadatus siqa. Nima degan gap bu? Uzun lug'at ma'nosini tarjima qilsak, ishonchlik ravilarninki ortiq keltirganlar. Hammanglar bilasizlar. Hammanglar keltirgan bilasizlar. Mayli Sahih al-Buxoriyni o'qinglar yoki Sahih Muslimni o'qinglar. Hadis o'qib ketib, bu haqda manda rivoyat va anda rivoyat va deb bir necha xil rivoyat keladi. Qarasak, Ma'lum Sahih al-Buxoriyning hadisi, Ma'lum Sahih Muslimning hadisi, ikkisi sahih hadis, sahihning shartini hozirlagan, lekin ma hadisda yo'q bir iborat, ma hadisda bor. Ma hadisga ba'zi so'zlar bunda ba'zi o'zgarib qolgan. Men bana lillahi masjidan banallohu lahu baytan fil janna. Bu bir hadis Sahih al-Buxoriydagi. Meni shunga o'xshagan Muslimdagi bir rivoyatda banallohu lahu baytan mislahu fil janna. Mislahu ga ortiq iborat. Mush masalalar qanday masalalar desa, bu yerdagi ziyodat siqatdan murod ziyodat deganimiz ziyodaning ko'plikka, siqaning ko'plikka, siqa degan biz hali hadisning 5 shartida o'tirib qo'ygan odil, zabit odamni ko'rsatdi. Ana ziyodat siqat degan qanday narsa desa, ya'ni biz bir qism siqa bo'lgan ravilarning rivoyatida ma'lum bir hadisni, li hadithin ma'lum bir hadisni ortiq alfozlarni ko'ramiz. Men hozir misol kelgandek, xuddi banallohu lahu baytan fil janna bas. Ya'ni bir hadisda banallohu lahu baytan mislahu fil janna. İkkinisi sahih hadis, ma hadisda hadisdan mislahu ortiq. Bunday iboratlar bor. Ya'ni osh hadisni rivoyat qilgan boshqa ishonchli ravilar rivoyat qilgan din ziyoda narsalarni ko'rib qolamiz. Dal mana shu ziyodat siqatidir. Buni bu masala qanday masala desa, maxsus bu masalaga ko'ngil bo'lgan mashhur kishi ma ziyodatlar bir qism sahih siqat kishilardan ba'zi hadislarda ulamoning ba'zisining nazarini tatgan bo'ldi. Bular buni izg'oqlab tekshirib, buni to'plash va tunishga ko'ngil bo'ldi. Mushnu bilan mashhur bo'lgan imomlarning qatoridan birisi Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad Ziyad an-Naysaburi. Ikkinchisi Abu Nuaym al-Jurjani. Uchinchisi Abu Valid Hassan ibn Muhammad al-Qurashi. Endi bunda ziyoda ahvollar ne tushib qoldi desangiz, ziyoda ahvollar matndan shunday sanati tushgandek. Menda tushgani bir yoki so'z yoki bir jumla ziyoda bayat menda maslahu fil janna degandek. Undan boshqa hadislar bor. Munofiqning alomati 3 deydi. İza haddasa kazab ve iza tumina khana ve iza khasama fajara. Yani bir hadisda bir cümle artıq ve iza ahada qadara. Bir hadisda munofiqning alomati 3, yani bir hadisda 4. Metndagi ziyoda bo'lgan ahvol endi. Bir hadislarda jamoat namozi shaxslarning namozidan 25 hassa ortiq deydi. Yani bir hadisda 27 hassa ortiq deydi. İkisi sahih hadis. Bir hadisda shu'abul iymonni bid'a va 60 deb kelgan bo'lsa, yana bir hadislarda bid'a va 70 deb kelgan. 60 necha, 70 necha. Bu ziyoda endi. Bular metnda bo'ladi. Isnatda bo'lgani ba'zida mavqufni marfu qilish yoki mursalni vasl qilish bilan bo'ladi. Masalan, masiqa odamning hadisi marfu Rasululloh ulashgan. Masiqa odamning shu hadisning o'zi masiqa odamning nazarida mavquf, sahobalar to'xtagan. Siqa odamning hadisi mursal, masiqa odamning hadisi mavsul. Mana shaklda gap qilgan ahvollar bor. Ma isnat to'g'ini. Bu ikkisida hozirga qadar tushuntirishni his qilishinglarcha sen belkim tushunib bo'ldingmi? Metndagi ishda cho'ng masala yo'q. Ammo ko'pincha nədiki masala bo'ldi? Isnatda ig'ir masala bo'ldi. Masalan, qaranglar. Metndagi ziyodatlikni hukmi kelsak, ammo metndagi ziyodatlikda ulamolar buning haqida bir qancha xil fikrda ixtiloflashgan bo'lib, bularning ichidan mutlaq qabul qilganlari bor. Mutlaq qabul qilganlari. Ya'ni bularning ichidan mutlaq rad qilganlari bor. Va ulamolarning ichidan avval ziyodasiz rivoyat qilgan hadisning ravisidan ziyodatlikni qabul qilganlari bor, rad qilganlari bor. Onun başqasidan qabul qilganlari bor.
Men radda ziyade min rawil hadis allazi rawahu awwalan bighayri ziyade. Yani avval rivoyat ziyadasiz rivoyat qilib, keyin ziyodalar rivoyat qilgan bo'lsa, ma keyingisini rad qilish. Ba'zida boshqasi qabul qilsak bo'ldi ahvollarmi bor. Ammo Ibn Salah qabul qilinish, rad qilinish nuqtasida ziyodani 3 taqsimotga 3 qismga bo'lgan bu taqsimot mana go'zal taqsimot, buningga Navaviy va boshqa ulamolar qo'shilgan bunda tafsil ahvoli bunda. Bunda bir ziyodatlik borki, bu ziyodatlikda ishonchlik yoki ishonchlikroq odamlar rivoyat qilgan mazmunga zidlik yo'q. Bundan hukm qabul qilamiz. Xuddi baytan fil janna, baytan mislahu fil janna o'xshash zid emas bu. Chunki u كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات. خد ما بر حدث ما حدث توت مضمون deyli ma'qul. Misal keltirish uchun ma hadisda bir mazmun ortiq deyli, ma'lum thiqa. Ikkisi o'xshash hadis. Lekin ma hadisda birdan jumla ortiq. Ma hozirgi imom Ibn Salahning ko'z qarashida ma ortiqi qabul qilinadi. To'tilan qo'shib nima ish qilsa, ma to'ti bir hadis sifatida, ma birisi ayrim bir hadis sifatida ishonchli odam rivoyat qilgan ayrim bir jumla deb qaralib, agar mushtiqa odam yolg'iz bir hadisni rivoyat qilgan bo'lsa qabul qilinadi. Shunga o'xshab ma bir jumlasi garchi hadisda bo'lmasa bu qabul qilinadi deb bunda qaraydi. Bu bir xil ko'z qarash. Imom Ibn Salahning taqsimotining birinchisi. Ikkinchisi siqat yoki avsaq odamning rivoyat qilgan narsaga zid bo'lgan ziyodlik ostidagina ma'u hadis, ba'zi shu hadisning o'zi shu, ma'lum thiqa, ma'noda 4 mazmun keliglik, ma'u 5 mazmun keliglik, ma 4 mazmun ekagani 5 mazmun ekagandan sal siqara qo'yib qolsa, ma'ninkina fa hadhihi hukmuha ma xaldiga desaning hukmi rad. Xuddi shaz o'tgandek. Chunki biz shazni tunishtirgan vaqtda shaz degan siqa odamning hadisiningki uningdan siqroq odamning hadisiga zid kelish olgan. Ma bir jumla ma'ni zid kelgan bo'ladi, ma bir jumla qabul qilmaymiz, shaz bo'ladi. Ma ikkinchi xil ko'z qara, ikkinchi xil qismisi. Uchinchi xil qismisi bir ziyodlik va bu ziyodlikda butunlay zid kelmaydi. Bir turlik zid va, ya'ni siqat yoki avsaq odam rivoyat qilgan hadisga bir nevi zidlik va. Masalan, bu zidlik tuvandagi ikki ishni to'xtaladi. Birisi mutlaqni muqayyatlash. Hadis mutlaq kelgan bo'lsa, makin alaqalak akab qo'yg'ini muqayyat. Yoki hadis ishonchliroq odamning hadisi am bo'lsa, kin akab qo'yg'ini xasroq deganda ko'p qolgan bo'lsa, qismdan hukmi Ibn Salah jimtudi. Navaviy bu qism to'g'risi buni qabul qilsak bo'ladi deb mushta tushunsak bo'ladi. Sizlar mushta tushunsanglar bo'ladi. Masalan, matnda ziyod bo'lganning misollariga kelsak, zidlik yo'q. Ziyodlikning misoli Muslim Ali ibn Musrning yo'lidan A'mashdan Abi Razindan Abi Salih Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda fal yuriqhu degan bir so'zning ziyoda bo'lishi kelgan. Ya'ni ishninki qochini yalab qo'yish hadisida. Hadisni yuqorida bayon qilgan tariq bo'yicha eng oxirida sizlarning biringlarning qachisi ishda qanaqa yalab qo'ysa, deb kelib hadisning mazmuni bayon qilinib bo'lgandan keyin tukvasun deb hadis bor. Ammo qolgan huffazlar A'mashning ashablaridan bular buni iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 mirar deb rivoyat qilingan. O'tirda nima yo'q? Falyuriqhu degan gap yo'q. Ya'ni tukvasun degan gap yo'q. Anog'anda falyuriqhu yo'ldan A'mashningki Ali ibn Musrning yo'ldan kelgan rivoyatda falyuriqhu ortiq. A'mashning qolgan ashablarining yo'llarida falyuriqhu ortiq emas. Manda qo'yib qolsa, zidlik yo'q. Tukvasun bilan tukatning o'rtasida farq yo'q. Buni ziyoda Ali ibn Musr yolg'iz rivoyat qilgan hadisga o'xshaydi meningki. No'g'on bu odam ishonchli bo'lgancha bu qabul qilinadi. Agar farzan xuddi manda farq qilib baqsak bo'ladi. Hadis ziyodalik yo'q. Ali ibn Musr ayrim bir hadisni rivoyat qilib, falyuriqhu deb rivoyat qilsa qabul qilamiz. Shunga o'xshagan ziyodalikni qabul qilsak bo'ladi deb mana tushundim. Zidlik yo'qlikning misoli. Endi bir nevi zidlik borlikning misoli, bir nevi emas. Zid bo'lgan ziyodalikning misoliga kelsak, يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. عرفت كنسة، نحر كنسة، تشريق كلره biz أهل الإسلام'ның هيدي. وهي أيام أكل وشرب. Bu degan yeydigan, içidigan kun. Degan bir hadisda يوم عرفة degan bir söz ortiq keliglik. Bir rivoyatda, bir yo'lda. Ammo bu hadis o'zining butun yo'llarining hammasidan mushu yawm arafatsiz keliglik. Arafat kuni degan gap yo'q. Faqat Arafat kuni degan gapni Musa ibn Ali ibn Rabah
hadisdan Uqbat ibn Amirdan. Hamda hadisni Tirmizi, Abu Dawud boshqalar chiqargan hadis. Ma hadisda hayit kunisi, yawmun nahri, ayyamut tashriq bilan belgilangan bo'ladi, yo'qda. Batullikda Arafat kunisi bilan belgilangan bo'ladi. Bu zaten bu. Chunki bizning hayitimizning umumiy kelgan ma'lumotlar hayit to'g'riliq. Shu namoz o'qiydigan nahr kunisidan tartib hisoblanadi. Ama Arafat kunisini hisoblamaydi. Ama bir so'zning ortiq gap qilishi bu zidliqning ahvoli. Ndog'anda ma'ni oldidagi o'tdi yo'q meni qabul qilmaymiz. Ndog'anda qaysi hisob Arafat yawm Arafa yo'q kunisini hisoblaymiz deb manda ko'z qarash kerak bo'ladi. Lekin bir navi, bir turlik zidliq va ziyodlik degani amni xoslaydigan xoslarni ma rivoyat am ma xos ma mutlaq ma muqayyad degandek manda shakldagi Muslim Abi Malik al-Ashja'ining yo'ldan kelgani u Rubi'dan u Huzayfdan kelganida deydi payg'ambar alayhisalom va ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida va ju'ilat turbatuha lana tahura. Ma'adis. Am bu hadis Abu Malik al-Ashja'i turbatuha degan gapni ziyoda qilgan. Ammo boshqa raviylar tilg'amagan. Ular hadisni va ju'ilat lana al-ardu masjida va tahura. Tahur degani zaminning hammasi pak qilindan tarat oladigan, tahur degani tarat oladigan suv vosita degan gap emasmi? Zaminning hammasi bizga tahorat oladigan suv o'xshash qilindi deyilgan bo'ladi mutlaq shaklda. Ammo bayatdanqi kimning rivoyatida Abi Malik al-Ashja'ining rivoyatida turbatuha olgan degan asl zamin degan umumiy bir am, mutlaq bir gap. Qaysi moddasi olsun. Tuproq degandan keyin lam belgi tayammum tuproqqa xoslashidi. Yoki tuproq bilan qaytlanadi, shundaymi ya? Manda bo'lib qolgan ahvol bir navi zidliq deydi. Ma'ni qabul qilamizmi, qilmaymizmi? Musharrat ziyodlik ne desa, Ibn Salah jimtude, Nawawi qabul qilsak bu degan qarorni chiqadi. Ma'u martning ahvoli saboqdoshlar. Endi isnatdagi ziyodlikning ahvoliga kelsak, isnatdagi ziyodlik bu yerda asosliqi ikki asosiy masalaga taqiladigan bo'lib, bu ikki masalaning yuz berishi ko'p bo'ladi. Birisi vasludan mursalning zidligi. Bu ikkisi ig'ir zidlik hamda. Birisi mursal degan gap, hadis zaif hadisning hukmi uchun degan gap. Mavsul degan gap boshqa jihatdagi shartlarni to'shqan bo'lsa, mavsul bo'lganlik tufayli sahih bo'laveradi, mursal bo'lganlik tufayli zaif bo'laveradi. Boshqa shartlarda topgan bo'lsa, marfu'ning mavquf bilan ta'arruz qilishiga bu ig'ir. Mana turgi hangbek orliqdagi orliq bek yiroq. Marfu degan gap Rasulullohning so'zi, hadis degan gap, mavquf degan gap sahobaning so'zi degan gap. Sahobaning so'zi shar'iy dalil bo'lolmaydi masalan. Adillatu shar'iyya kirsak, uni yarmaydi. U ishning o'tirdiga hangbek cho'ng. Mana ma ikki shakl asosiy cho'ng ikki shaklda turib taqiladi mana. Ammo qolgan isnatdagi ziyodlikning suratlariga kelsak, ulamolar uningga xos bahslarni ibada aytdik al-mazid fi mutazil asanid deb uni o'qib bo'ldik. Endi mushu hozir ikki masalada ulamolar ziyodlikni qabul qilish haqida to'rt xil fikrda. Birisi al-hukm liman wasalahu aw rafa'ahu. Yani demek çoğunu hukm ya vasl qilgan odamning degani mavsul hadisni qabul qilamiz. Mursalni qabul qilmaymiz. Bu bir. Yoki marfu hadisni qabul qilamiz, mavqufni qabul qilmaymiz. Mana deganda ziyodlikni qabul qilganmiz. Chunki mursalga qaraganda mavsul ziyoda. Birsi ziyoda. Mursalda sahabisi yo'q, mavsulda sahabisi bor. Mavqufga qaragan vaqtda marfu'ning ziyodasi bor. Ziyodani qabul qilamiz deydi. Bu jumhurul fuqaha usulillarning so'zi. Demak, ziyodani qabul qilamiz degan gap. Ikkinchi xil ko'z qarash irsal qilgan, vaqf qilgan odamga bo'ladi hukm degani, ya'ni mursal hadisni qabul qilamiz, mavquf hadisni qabul qilamiz, mavsullan marfu hadisni ziyodasini qabul qilmaymiz degan gap. Unda ziyodlikni rad qilish degan gapchi bu. Bu ashabul hadisning ko'pincha ko'z qarashi ma'lum. Uchinchi ko'z qarash al-hukm lil akthar deydi. Lil akthar degani kimning qaysi rivoyatni masalan bir hadisning gapi hozir bu. Bir hadis ikki yo'ldan rivoyat qilindi. Ma'ningda ma'ravi bu hadisni mavquf rivoyat qildi, marfu rivoyat qildi. Qanday qilamiz desa, lil akthariya degani ko'plik. Kim ko'p bo'lsa, kimning raviylari ko'p bo'lsa, kimning raviylarining soni ko'p bo'lsa, shuni qabul qilinadi deydi. Bu bir qism hadis ashablarining ko'z qarashi. To'rtinchisida al-hukm lil ahfaz degani kim thiqaroq, kim hofizroq bo'lsa, shuni qabul qilamiz deydi. Buning misoli la nikaha illa bi wali desa. Yunus nabiy Ishaq Sha'bi Sabi'i va uning o'g'li Isroil va Qays ibn Rabi Abi Ishaqdan musnadan muttasilan degani, musnadan degani marfu degan gap. Muttasil degani mavsul mursal emas demakchi-da. Mana rivoyat qilinglar.
Süfyan Sevri, Şabir ibn Haccac, Ebi İshaq'tan mursal tariqidagi sahabasi yo'q demoqchi. Oldida mavsul, keyinda mursal. Mushu masalasiga kelgan vaqtida birinchi xil ko'z qarashda mursalni qabul qilamizmi, mavsulni qabul qilamiz deydi. Ikkinchi xil ko'z qarashda mursalni qabul qilamiz. Uchinchi xil ko'z qarashda turuqning soni qaysi ko'p bo'lsa, shuni qabul qilamiz. To'rtinchi xil ko'z qarashda qaysi fiqroq, shaynikroq bo'lib qolsa, shuni qabul qilamiz deydi. Shuning bilan ziyodatu siqat to'g'riliq masalalarni oxirlashgan bo'ldi. Eng oxirda, ya'ni mushu hadislarningki maqbul mardudning o'tirida o'rtaq bo'lgan, ya'ni uning maqbulligi mardutligi bilan munosib bo'lmagan 4-tur al-i'tibar va mutabi va shahid deydigan bir qismlar bor. Bu buraliqqa mushu mustalah qatava bir atalg'u qismlari bas hadis bahsi munosabatlik. Buni bilib olsaqlan bo'ladi. Bularning har birining ta'rifatiga kelsak, e'tibor degan nima bo'lsa, e'tibordan chiqqan masdar, e'tiborning ma'nosi ishlarga nazar tashlash, asoslanish, ha ishni qilsak bo'ladi ekan deb nazarga elish degan ma'noda. Nimishqa shu orqali uning jinsidan yana bir narsani bilish uchunki, to'xtab turib, mana qarab baqala, mana bo'lib qolsa qanday qildigan-do deb bir narsaga obdan nazar tashlab bahs qilish orqali shunga o'xshagan boshqa narsalarni bilib olish ma e'tibor bo'ladi. Ibrat deb anglagan bo'lg'aytoq, Qur'oni Karimda inna fi zalika la ibra deb keladi emas, ma ibratlar lug'at jihati bir. Ya'ni ilgari ko'mmalarning ahvoliga qarab, o'zimizning ahvolini qana qilish, qiyos qilib bekitib olish. Ilgari ko'mmalar munda qilib ekan, biz mushtoq qilib, ilgari ko'mmalar munda qilib ekan, biz munda qilla. O'limunda azobni dushar qilib ekan, biz muqammayla deganda gaplar. Ya'ni e'tibor degan bir narsani tatbiq. Mana bu vaqtda namuzaj deb qo'ymizga, bir narsaning ulgusi, bir narsaning ulguni bahs qilish orqali mushuni bahs qilib, mushunga o'xshagan boshqa doiralarni muayyanlashtirish, e'tibor lug'at jihat, isloh jihatda uni rivoyat qilishda bir raviy yolg'iz bo'lib qolgan bir hadisning yo'llarini tadqiq qilish, izdinish. Ya'ni buning rivoyatiga shu odamning boshqa odamlar o'rtoqlash, masalan bir hadis kelganda g'arib demoqchi. G'arib hadisni mirtkiliklik, mushu hadisni izlanib, zodi mushu hadis mushlarning yo'ldan rivoyat qilindi. Mu yoki boshqalarning bu hadisni bilib rivoyat qilib izlash. Xolos, ma'o e'tibor oladi. Bu atalg'ini uchun o'ray. Mutabi degan tabi deb ataladi. Lug'at jihati tabiatdan chiqqan, vafaqa qo'shilgan, ergishib mangan degan ma'noda. Istiloh jihatda shuning raviylari G'arib hadisning raviylariga labzan ma'nan yoki ma'nallam sahabasi ro'moqligining o'rtoqlashgan hadis. Nima bir hadis bor? G'arib hadis. Nima bir hadis bor? Bu bir hadis hamda. Mediki masala nima desanglar, ma hadisningki raviylari, ma fat hadisning raviylari bilan labzan ma'nan Fertede soğan, labzan ma'nan fertini tushunib boldik, g'arib hadis degan shu. Sahabasi bir o'maqliq bilan o'rtoqlashgan degani yo'llari birlashib, sahabasi bir undan keyin ayrılib ketgan, manda shaklda rivoyat qilingan hadislar, mutabi hadis bo'ladi. Şahit degan nima desa, bu shahodatdan chiqqan sinfaylar minglar bilisizlar, ya'ni guvochi, ko'rguchi hozir bo'lgan degan ma'noda. Bunda atilishning sababi chunki shunda dalil bo'ladi-ki, fat hadisning asli va uni kuchlantiradigan xuddi shahid, guvochi da'vogarning so'zini kuchlantirib qo'llagandek, hadisni kuchlantirib qo'llaydigan dalil va degan guvohlik qiladigan bunda nuqtadan buni shahid deb atab qo'ygan. Istiloh jihatda shahid deganimiz shundoq bir hadiski Yushariku fihi ruwatu mushadista shu hadisning raviylari labzan ma'nan yoki ma'nallam g'arib hadisning raviylariga sahabasi ixtilof bilan o'rtaq qolganligini, sahabasi boshqa, qag'ayada o'rtaq. Oldingi mutabiyatda sahabasi bir, qag'aya o'rtaq. Ana o'g'andima hisobda biz hozir o'qimoqchi bo'lgan mazmun nechiga bilandi? 2 ga 3 emas. Chunki e'tibor degan shu nazar tashlash, izdinish, aning sahabasi ma'nolan birmi, ma'nosi sahabasi ayrimmi, ma raviylar aning o'rtaqlashdimi, o'rtaqlashmadimi deb qarash e'tibor. Ammo tur, hozirgi tur nechiga bilandi? 2 ga. Ya'ni mutabi, shahid. Qaranglar, shunga turda o'tdi. E'tibor degan gap tabi bilan shahidning qasim degani bir qismi emas, ya'ni 3-chi bir qismi emas. Ba'zida o'ylab qoladi, ba'zi bir shaxslar e'tibor tabi bilan shahidning bir qasim, ya'ni bir qismi deb o'ylab qoladi, lekin ish unda emas. E'tibor degan nima desa, tabi bilan shahidga yetib berish hay'ati. Bu hadis shahid hadismi, tabi hadismi izlanishning o'zi e'tibor oladi. Mavdiyan bir mastar deb tushunsak bo'ladi, ya'ni shu ish harakat. Ammo izlanishning kelib chiqqan ikki natija tabi bilan shahid turadi.
Yani tabi bilen şahit doğruluk izleniş, teftiş qilishning usuli demekçi. Endi tabi bilen şahitning yeni bir istilahi var. Yuqoridagi sal tushunarsiz bo'lib qolgan bo'lsa, yani yuqorida tilga tabi şahidning ta'rifati bu ko'pincha kishilar shuning ustidagiligini shu qarashdagi ta'rifat. Bu mashhur, lekin bu yerda yana bir ta'rifat var, anglab boqaylik. Tabi degan nima desa, fard hadisninki raviylariga labz bilan o'rtaqlashish nima bo'ldi hosil. Mayli sahabis bir olsun, muxtalif bo'lsin. Tamam. Shahid degan nima desa, fard hadisninki raviylariga ma'ni bilan o'rtaqlashish nima bo'ldi hosil bo'ldi. Mayli sahabisi bir olsun, yoki onda yuqoridagi ta'rifatda fard hadisning raviylariga yana bir hadisning raviysi sahabisi bir bo'lib turib ma'nida yoki labzda yoki ma'nida o'rtaqlashadi ekan. Qaytadan qaranglar. Mutabiining istiloh ma'nosiga nima? Mutabiining istiloh ma'nosiga bir hadis, shu hadisning raviylari yana bir fard hadisning raviylariga hadisning labzida ma'nosida yoki ma'nosida o'rtaqlashsa, sahabisi bir olsa tabi olurdu. Sahabisi başka olsa şahid oldu gelmez mi? Ayada asaslık tabi şahid deb ayrılış sahabının bir olduğanlığı, muhtelif olduğanlığı olan farklansa, mayada meyli sahabisi bir olsun farklansın. Lebzülen ortaklaşsa tabi, ma'nilen ortaklaşsa nima o? Şahid. Ma nokta kelgan vaqtda asasen şahidlen tabi gelsin. Ma'na noqtasini emas, farqlantirish noqtasini qolib qo'ysin bo'ladi. Unda olganda yana farqlantirishning ismini almashtirib qo'ysin bo'ladi deganlar chiqadi. Masalan, ma'u vaqat yutlaq ismu ahadihim ala al-akhar degani bu ikki shahid tabi deganning ikkining birisining ismi yana birisiga ishlatilib qoladi. Tabi'ning ismi shahidning ismi tabi ishlatilib qoladi. Shinoyat asan habzuncha deganak. Chunki maqsad ikkilisi bir. U o'simi hadisning yana bir rivoyatini tepish bilan kuchlantirishga mayda bir hadis bor. Mush hadisning raviylari ma'ni jihatda yana bir hadisni rivoyat qilganlikdan o'rtaqlash, ikki hadis ma'ni jihat qana qildi, o'rtaqlashdi. Tamam, hadis qana qildi, kuchlandi. Ma hadisni qana qildi hadis, kuchlantirdi hadis, ya'ni shahid. Lekin ma hadisqa tabi bo'lgan hadis degani muvofiq bo'lgan hadis, mos kelgan hadis. Demak, tabi shahid shakllanib qolsa, aslida g'arib bo'lgan hadis qana qildi, kuchlanadigan gapda. Masalan shu, bu yerdagi atalg'u masalasi cho'ng masala emas, faqat farqlantirish uchun qo'yilgan atalg'u shuni tabi'ini shahidni tabi'ini atsa la bas demakchi. Andiki mutaba'a kelsak, mutaba'a degan nima desa, lug'at jihatda tabi'aning masalasi muvafaqa ma'nosida, mutaba'a muvafaqa qo'shilish ma'nosida, isloh jihatda ravi o'zining g'ayriga hadis rivoyat qilishda o'rtaqlashgan bo'lsa, ravi bilan hadisni birga rivoyat qilgan bo'lsa, mutaba'a bo'ladi. Bunun turlariga kelsak, mutaba'a ikki turlik, birisi mutaba'a tamma, mutaba'a qasira. Mutaba'a tamma deganimiz musharakatchilik, raviga bo'lgan musharakatchilik. Isnodning 5dan tortib boshdan oxir birga bo'lib qolsa, tamma. Musharakatchilik isnodning o'tirib bo'lib qolgan bo'lsa, mayat boshqa yo'llar bilan kelib, o'tirda birlashib, mana kelgan bo'lsa, qasira bo'ladi. Buning misollari Hafiz ibn Hajar keltirgan bir misolni keltiraman. Bunda mutaba'a tammu va mutaba'a qasirun ba, shahidmi ba? Masalan, İmam Şafii umda Malik'ten Abdullah ibn Dinar'dan İbn Umar'dan rivayet qilgan bir hadis var. Peygamber aleyhisselam deydi: "Eş-şehr 29 fala tasumu hatta tarawul hilal ve la tuftiru hatta tarawhu fa in ghamma alaykum fa akmilul iddata 30." Ma hadis mushlab bilan kelgan hadis. Bir bölük ulamalar shunda o'yladiki, Şafii rahimahulloh bu hadisni İmam Şafii'ning Malik'ten yolg'iz rivoyat qilgan. Unda olganda bular bu hadisni İmam Şafii'ninki g'arib hadisligini yolg'iz ravisi yolg'iz bo'lgan deb qaradi. Chunki Malikning ashablari bu hadisni uningdan mushghil isnod bilan qana qilgan rivoyat qilgan. Endi mundaq labzlar rivoyat qilganki, fa in ghamma alaykum faqduru lahu. Hadisni qaytadan qaranglar. Fa in ghamma alaykum fa akmilul iddata 30. Ma hadis hozir oxiridagi yana bir labzga qaranglar. Fa in ghamma alaykum faqduru. Lekin e'tibordan keyin degani izlab tadqiq qilib selishtirishlardan keyin biz Şafii uchun mutaba'a tammini topdik.
mutabaa qasirni topdik bu yerda va shohidni topdik. Onda biz mutabaa tamma qaysi, mutabaa qasir qaysi, shohid qaysi desa, mutabaa tamma deganimiz Imom al-Buxoriy Abdullah ibn Maslam al-Qanabidan, Malikdan shu isnodni uzulan rivoyat qilganida fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30. Ya'ni isnodning huwa boshdan oxir isnod hammasi shu. Malikdan shu isnodning uzulan degani bayatdan hadisning o'ziga qarasanglar, Imom Shafiy Malikdan Abdullah ibn Dinar ibn Umardan degani Buxoriyda kelgani shu huwa. Labzim isnadim shu. Hatta hadisning o'ziga qarasanglarmi fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30. Hadi hadisda shu. Huwa hamma jihati o'xshash. Ma'o mutabaa tam bo'ladi. Mutabaa qasirning masalasi Ibn Xuzayma Asim ibn Muhammadning yo'lidan u dadasi Muhammad ibn Zayddan, u bovusi Abdullah ibn Umardan fa kammilu 30 deydi. Ma'o mutabaa qasirning. Chunki bayatdan üstüdeki İmam Şafii Malik'ten rivoyat qilsanglar, Malik'ten Abdullah ibn Dinar'dan Ibn Umar'dan kelganlik. Hozirgi mutabaa hozirgi rivoyat qilsanglar, İbn Xuzayma Asim ibn Muhammadning yo'lidan, u Muhammad Zaydning yo'lidan, u bovusi Abdullah ibn Umar'ning yo'lidan deb eng oxirida Abdullah ibn Umar kelgan vaqtda birlashdi. Aldayimiz o'xshamaydi. Onun üstüge hadisning lafzimi kammilu 30. Manda noktada mutabaa nima qasira bo'ladi. Ama şahid deganimiz Nasai Muhammad ibn Hunaynning yo'lidan rivoyat qilgan hadis Ibn Abbos o payg'ambar alayhisolamdan buni deydi fa in ghumma alaykum fa akmilu 30. Endi sizlar bir varaq o'rib mutabi nima shahidning ta'rifatini qarasangiz shahid degan buning ravilari fat hadisning ravilariga o'rtoqlashgan degan hadis o'xshash labzan ma'nan oldin hadismi fa akmilu iddata 30 ma'nodami fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata 30 o'xshash labzan ma'nan hadis o'xshash ikki hadis lekin مع اختلاف الصحابي صحابه o'xshamaydi dedi oldingi hadisdagi sahoba Ibn Umar ma eng oxiridagi shohiddiki eng oxirida keltirgan hadisdagi sahoba Ibn Abbas Ibn Umar ma Ibn Abbas ikkisi o'xshamadi muxtalif ya'ni ixtilof lekin hadisning labzan ma'nan huwa ma o shohid olur demak mush hadisning o'zi oxtirish orqali bu hadisning mutabaa tammisi bor ekan mutabaa qasrisi bor ekan va shohidisi bor ekan mushundaq dalillar orqali kuchlanib ketdi hadisning darajasi ko'tarildi degan gap. Buni ma'vo hadislarning yana bir taqsimoti bo'ladi. Shuning bilan bizning kitobimizningki birinchi qismi, mustalah qismi tugadi. Kitobdan o'qiydiganimizmi ham tugadi. Hem savoqdoshlarga tavsiyalarimiz biz kitobning birinchi qismini navbatdagi o'quvchilarimizning saviyasiga asosan birinchi qismini o'qiydiganni qaror qildik. Agar yana ishkilab cho'nqilab o'qimoqchi bo'lsak, kitobning 2, 3, 4 qismini o'qisak bo'ladi. Ammo bizning planimizda hozirgi o'quvchilarimizning navbatdagi saviyasiga asosan birinchi qismlarni, ya'ni mustalah qismini o'qib to'xtaymiz. İnşallah kela qatimlik manhajimizda, kela qatimlik ilmul hadisga qadam bosgan vaqtimizda ya mush kitob bo'ladi yoki bundan boshqa cho'ngroq kitoblardan anlekin jarh ta'dil va ilal qatorliq taraflarga cho'nqir cho'kimiz. Shuning bilan kitobimiz oxirlashdi. Allohning fazli bilan kitobimizni xotirjam tugatib oldik va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.